Aylanada yotgan A nuqtadan urinma va kesuvchi o'tkazilgan. A'dan urish nuqtasigacha bo'lgan masofa 16 santimetrga teng. A nuqtadan kesuvchining aylana bilan kesishik nuqtalardan birigacha bo'lgan masofa 32 santimetrga teng. Agar kesuvchining aylana markazidan 5 santimetr uzoqlikda bo'lsa, aylanani radiusini toping. Demak, A nuqtadan kesuvchining aylananing kesish nuqtalaridan birigacha N nuqta yoki S nuqta, shu ikkita nuqtadan birigacha bo'lgan masofa 32 santimetrga teng ekan. Bizda aylanaga o'tkazilgan kesuvchining aylana tashqarisidagi qismi, ya'ni biz chizmamizda AN'imiz shu aylanaga o'tkazilgan urinmadan doim kichik bo'ladi. AN'imiz kichik 16 dan. Bundan kelib chiqadi, demak AC kesuvchimiz 32 santimetrga teng ekan. Ikkinchisi, quyidagi formulaga asoslangan holda AB ni kvadrati AN ko'paygan AC ga teng. Bu yerdan AN topadigan bo'lsak, AB'imiz 16 ga teng. 16 ni kvadrati AC'imiz 32 ga teng. 256 32 bo'lsak 8 ga teng. AN 8 ga bo'lsa, bundan kelib chiqadi CN masofamiz 32 minus 8 24 ga teng. Kesuvchining aylana ichidagi qismi 24 ga teng. O nuqta bilan aylana markazidan N nuqtani topshiradigan bo'lsak, bu bizda aylana radiusiga teng. O nuqta bilan S nuqtani ham topshiradigan bo'lsak, bu ham bizda aylana radiusiga teng. Demak, bizda SON uchburchak teng yo'lovchi burchak bo'lgani uchun teng yo'lovchi burchakni 3 dan tushirgan balandligi ham mediana bo'ladi, ham bisektriса bo'ladi. Mediana bo'lgani uchun asosini teng ikki qismga ajratadi. Bu yerda masala shartida kesuvchi aylana markazidan 5 santimetr uzoqda degani uchun OO1 kesmamiz 5 santimetrga teng. Demak, uchinchisi, uchburchak O1 N dan to'g'ri burchakli uchburchak bo'lgani uchun Pifagor teoremasiga ko'ra radius topadigan bo'lsak, 5 ni kvadratiga 12 ni kvadratini qo'shamiz. 169 dan 13 ildiz. Demak, javob aylana radiusi 13 santimetrga teng.